hali sizga bunaqa chakchak retseptini hech kim bermagan, onlayn kurslarda o'rgatiladigan chakchak retseptini sizlar bilan bo'lishaman. Birinchi bo'lib idishimizga tuxumlarni chaqib, ustiga tuz, razliqitini solib, venchikda aralashtiramiz. Elangan unni solib, o'rtacha qattiqlikda xamir qoramiz. Xamirni har 15 minutda tindirib, 3 marta xuddi shunaqa ichiga qarab mushlab chiqamiz. O'rtacha qalinlikda xamirimizni yoyib, xamirni yarmiga oddiygina yog'dan surib, ikkinchi tarafini yopamiz. Videoda ko'rsatilgandek shaklda bo'laklarga bo'lib chiqamiz. Ja qizib ketmagan yog'ga solib, xuddi shunaqa qilib chakchaklarimizni gaji qilib olamiz. Bexato bo'lib gaji bo'lib oladi. Yog'da cho'miltirib pishirib olamiz. Qiyom retseptini opisaniyada yozib qoldirdim. Chakchaklarimizni chiroylilarini terib olamiz. Qiyom aralashtirib lochiraga solamiz. Chetlariga chiroyli qilib terib olgan chakchaklarimizni yopishtirib chiqamiz. Juda ham chiroyli chakchakimiz tayyor. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta o'zingizga saqlab oling.